Arzonga xonalar, razdelni, uni ustiga tayyor remont bilan qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 9-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz birinchi xonamiz, mehmonxona qismi o'zining yumshoq mebellari, TV zonalari bilan ko'rib turganingizda patologlarimiz ham alohida o'zgacha uslubda ta'mirlangan uyimiz egalari tomonidan oshxonamizni o'rnini balkonga ko'chirib, oshxonamizni o'rnida esa bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Bu yuqorida aytib o'tganimdek 1,5-3 bo'lgan balkonimizda esa oshxonaga o'zgartirilgan va kerakli barcha mebel va texnikani yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Uy egalari tomonidan ko'rib turganlaringdek uyimiz 4 qavatli binoning 4-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Ilan eshikdan kirib kelish va razdelni samozelimiz keladi. Bu yoqda vannamiz. Hojatxonamiz keladi. Ko'rib turganingizda o'zgacha uslubda kafelardan terilgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham ajoyib uslubda dekor, ganchkorlik uslubida qilingan ko'rib turganingizda patologlarimiz. Ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy $560 daromad qilsangiz bo'ladi. Ushbu uyimizda arendariga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 9-kvartal Shundoqqina bozorchaning yonginasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari $68,560 baholashmoqda. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.